Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Bishkekda Rothschild Co xalqaro moliya kompaniyasi boshqaruv a'zosi Ariel Malarde de Rothschild boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda iqtisodiy moliyaviy sohalardagi hamkorlik istiqbollari, qo'shma loyihalarni amalga oshirish, sarmoya jalb etish masalalari muhokama qilindi. Sadir Japarov Rothschild Co kompaniyasini dunyoning eng ishonchli va barqaror va yuqori malakaga ega moliyaviy guruhlardan biri ekanligini ta'kidladi. Rothschild Co vakillari hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanliklarini bildirib, infratuzilma, energetika, moliyaviy vositalarni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni ko'rib chiqishga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Rothschildlar Tianshan tog'larida qazib olingan oltinning katta qismini sotib olishmoqda va ularning pullari evaziga respublikada yuqori texnologiyalar parki tashkil etilgan. Qirg'iziston ham asta-sekin Markaziy Osiyo davlatlarini egallab olayotgan Rothschildlar oilasi nazoratiga o'tdi. Ushbu qudratli moliyaviy sulolaning asoschisi Yahudiy Mayer Amshel Rothschild bo'lib, o'z boyligini sudxo'rlik orqali orttirgan. Hozirda Yahudiy Rothschildlar sulolasi deyarli butun jahon moliya tizimining, jumladan AQSh federal zaxira tizimi, Angliya banki va butun dunyo bo'ylab ko'plab tijorat banklarining parda ortidagi egasidir. Rothschildlar o'nlab yillar davomida musulmonlarni shafqatsizlarcha va muntazam ravishda yo'q qilib kelayotgan Sionist Yahudiy Isroil vujudini yaratishni boshida turganlar. Rothschildlar musulmonlarning dushmanlari hisoblanadi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyo davlatlarining ojiz rahbarlari ularni quchoq ochib kutib olishmoqda. Vaholanki, ularning barcha kelishuvlari faqat va faqat Yahudiy korporatsiyasi manfaatlariga xizmat qiladi.